Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilar. Xo'sh, bugun Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga yana bir shlakoblok uskunamizni o'rnatib ishlatishga jo'nashgan videolar tayyorlaymiz. Ko'plar narx haqida so'rashgan ekan. Albatta bugun xudo xolasa kechga video qilib seximizdan video qilib tayyorlaymiz. Yaxshi yangiliklarimiz bor. Narxlar bo'yicha narxlarni tushirganmiz. Chiroyli qilib narxlarni aytib beramiz. Avval hozir uskunamizni ishlash jarayonini bir ko'rsatib beramiz. Xo'sh, bu har doimgidek uskunalarimiz mobil uskuna hisoblanadi. Mana bu yerda ham mishalkamizni balangina qilib o'rnatganmiz. Mishalkalari, rastvorlari to'g'ri tushib, aravaga qulay tushib berish uchun ko'taligidan tayyorlab beradi. Xo'sh, undan keyin aravamiz bilan olib keladi-da, uni uskunaga soladi, uskunaga tashlaydi. Uskunamizga o'sha kelgan aravachimiz bittasi yordam beradi, maxsus ketmonchalari bilan. Operatorimiz boshqaruv pultidan mana boshqaradi. Bu 14 talik uskunamiz hisoblanadi. 14 talik. Blokchalari. O'qchaklari ham izyanli chiqadi. Bitta yarim talik. Sharo'ngda. Cho'tki chiqdi. Uskunalarimizga 6 oy garantiya beramiz. Ishlatib ko'rsatib beramiz, o'rgatamiz. Bu uskunalarimiz keyin yana 380 ishqaziga ishlaydi. Şirketlerden fazla gelmiş. Şirketlerden Xo'sh, kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta telefon nomerini qoldiramiz. Telegramga yozishingiz mumkin yoki bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, javob qaytaramiz bemalol. Agar bizda podpiska bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta podpiska bo'ling. Bundan-da yaxshiroq boshqa ishlarimizni ham tanishtirib, qiziqarli videolar qo'yishga davom etamiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.